sizlar bilan birlikda men to'xtalsa bu videorolikimizda Alraid serverini obzorini qilamiz. Qanday ketdik. Hop, qilamiz. Birinchi kirishlar bilan chap tarafida rank narxlari turadi. Butunligiga 170 ming. Arzon 30 kunga 90 ming. Bu yerda varplar turadi. Hozircha ishlamaydi. Keyinchalik ishlaydi. Chap tarafida keyslar вот menimda kirib ko'rsalar nima tushishi mumkinligini. Kanat keyslar, token keys, oddiy keys, 50 lira tushishi mumkin. Oddiy keysdan ham yaxshi. Keyingisi bizada bu tarafda shop tarafi yoki kirish shart emas. Mana endi main ko'rsataman sizlarga. Hop, mana main bizada gidra mana budir. Main keyin yonida purpose o'ynash. Farqli yo'li kayf qilib qilsa bo'ladi. Stop sizga bitta narsa aytaman. Agar sizlarga mani vizuallarim kerak bo'lsa, подписчигim 30 ta bo'lishi bilan sizlarga ham 30 gaydini qilib va o'tkazib olib berishni ko'rsatib beraman, obzorini beraman. Hop, keyin bizda nima bor? Bizda keysni ko'rsataman. Mana bu RTP shop ko'rsataman. И topla. Mana PS blok. Keyin mana topla bu yerda. To'plama hammaga вот stop 268 million pul 7-o'rin. Ko'rganlarda do'stlar, bu Alraid serverini obzorida keyingi videolarda men serverda bitta olsam kerak. Sizlar o'zingizda подписчик qilsanglar sizlarga o'zimning vizualimni ko'rsataman. Hamma xayr, sizlar bilan birga ketib bu